Toshkent shahar Bektemir tumanidagi Bektemir yo'li va Katta Halqa yo'li ko'chalari chorrahasida yo'l inshooti qurilish ishlari olib borilayotgani sababli mazkur chorraha 21-sentyabrdan yopildi. 2025 yil 21 sentyabrdan boshlab Bektemir tumanidagi Bektemir yo'li va Katta Halqa yo'li ko'chalari chorrahasida yo'l inshooti qurilish ishlari olib borilayotganligi sababli mazkur chorraha vaqtincha yopildi. Shu munosabati bilan Tosh shahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati tasarrufida bo'lgan 39, 45, 68, 93, 110, 117, 128 hamda 130 sonli avtobus yo'nalishlari chorraha atrofida tashkil etilgan vaqtinchalik muqobil ko'chalar orqali harakatlanishi belgilandi. Mazkur qurilish davrida tirbandliklar kuchayishi mumkin. Avtobuslarning harakat vaqti hamda intervali odatiy jadvaldagidan biroz uzunroq bo'lish ehtimoli bor. Ishlar davomida zarurat tug'ilsa, yo'nalishlarga yana qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Bu borada yana alohida axborot beriladi. Hurmatli poytaxtimiz aholisi va yo'lovchilar, qatnovingizni oldidan rejalashtirishingizni so'raymiz. Yuqorida keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.